nemislar pulini qayerga investitsiya qilishini umuman bilmas ekan. Mana shu bankda 3 ta nemislar bilan gaplashdim-da, bular hech qachon aytaman, to'g'ri qaror chiqarishni bilmaydi. Bular pulini investitsiyasini bilasizlarmi qayerga qilar ekan? Hali bizga o'xshab to'yga qilmas ekanda. Ahmoqda shuncha yil yashab, shuncha umr kechirib to'y qilmaysanmi, yig'ib turib? Baland imorat qurmaysanmi? Investitsiyani farzandlarga qilish kerak ota-onalar. Buni orqasida nimalarga erishaman deydigan bo'lsangiz, albatta Germaniyadagi eng zo'r universitetlarda o'qish imkoniyati bo'lar ekan. Nafaqat Angliyadan yoki Amerikadan kelib o'qishar ekan, O'zbekistondan ham vatandoshlarimiz kelib o'qishyapti. Uning uchun agar farzandingiz 9 ni bitirib 10-11 ga o'tgan bo'lsa, demak 10-sinfdan Deutsche Schoolda Toshkentda o'sha Germaniya standartlariga asosan o'qishingiz mumkin. Va 2 sertifikatini qo'lga kiritar ekansiz. Bu sizga Germaniyaga mana shunaqa joylarga kelib yashashingizga, ishlashingizga imkoniyat yaratib beradi. Hammadan ham ingliz tilini ham olishingiz mumkin. IELTS 6.5. Demak, agar qiziqish bo'ladigan bo'lsa, kim viloyatlarda bo'ladigan bo'lsa, yotoq joylari ham bor, 3 mahal ovqati ham bor, xullas hamma narsasi bor. Deutsche School bizani ofitsial Germania Life ni hamkori Germaniya standartlari asosida o'qish va mana bunaqa joylarga kelishni yaratib beradi. Investitsiyani o'zingiz qaror qabul qiling, qayerga qilishni.